Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va pomidor ishqibozlari. Bugun 23 aprel 4 fevralda ekilgan Vorza pomidorini birinchi terimi bo'ldi bugun. Hozir birinchi terimdan keyingi holati videoning oxirida tergan hosilimizni ko'rsatamiz. Keyin bitta obunachimiz so'rabdi, nimaga buni barglari yo'q deb so'rashgan ekan. Bu ko'pchilik biladi, bilmaydiganlar ham bor ekan. Bu hosilda tezroq qizarishni tezlashtirish uchun qirqiladigan bu naqalari. O'zimiz qirqamiz bu barglarini. Xudo xolasa pomidorlarimiz yaxshi. Kanalga obuna bo'lib, like, kommentariya bosishni unutmang. Xudo xolasa bunday yaxshi kontentlarni chiqarishga va'da beramiz sizlarga. Bu nosqovoq pomidori o'zimiz urug'ga uyutib chiqarib qo'ydik. Buni endi tashqariga ekib qo'yamiz. Mana. O'zingizlarni qiziqtirgan savollarga bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha javob beramiz barchasiga. Xullas 6 qatordan ariq, 6 qator ariq 650 tamidikan, 750 tamidikan pomidor ekilgan bu yerga. Xo'sh, sizlarga endi men hosilni ko'rsataman. Xo'sh, akalar, sizlarga aytilgandek videoning oxirida hosilni ko'rsataman degandim. Mana birinchi terim hosili. Uncha ko'p emas. Xudoga shukr, birinchi terim uncha yomon bo'lmadi. Xudo xolasa 100 kilocha, 100 kilodan oshiqcha chiqib qolsa kerak deb o'ylayapmiz. Xudo xolasa mana duroblari kam. Pomidor standart holatda. Xudo xolasa buni dimlab qo'yib, inshaalloh juma kuni sotamiz. Xo'p, videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Like, podpiska, kommentariya qoldirishni unutmang. Hammalarga rahmat.